Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Yaqinlaringizni mamnun qilish uchun albatta bir sabab bo'lishi shart emas. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Alo. Assalomu alaykum o'g'il opa, salomatmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Madina. Hop. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan, do'stlaringiz, qarindosh urug'laringiz, qadrdonlaringiz nomidan kutilmagan tabriklar, chiroyli dil izhorlari yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Ruxsat bersangiz o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Ha, aytavering. Tabriknoma egalari negadir ismlarini ochiqlamaganlar, lekin shunday bo'lsa-da chiroyli tabriknoma yo'llaganlar. Avvalambor assalomu alaykum o'g'ilxon. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabat bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qo'shaloq bayram, ro'za-yu Ramazon ayyomi ham, xalqaro xotin-qizlar bayrami ham muborak bo'lsin. Allohim umringizni ziyoda, rizqingizni ulug', martabangizni baland qilsin. Doimo sog' salomat bo'ling, hech ham xasta bo'lmang. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi eng mehribon, eng oq ko'ngil, juda ham samimiy insonsiz. Doimo go'zal yuzingizdan kulgu, tabassum arimasin. Nimaki yaxshi niyatlar, yaxshi orzular qilgan bo'lsangiz, barchasiga yetishib yuring. Allohim baytlariga chaqirsin, birgalashib borishliklar, hojonalar bo'lib yurishliklar nasib aylasin. Allohim ushbu muborak oyda sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Azizim, dunyoda shodlik bor bo'lsin. Ana shu shodliklar sizga yor bo'lsin. Qalbingiz orzu va quvonchga to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Gullarning eng sara gullari sizga, so'zlarning eng shirin so'zlari sizga, tabassum yarashar gul yuzingizga. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohimning sevimli bandasi bo'ling. Ilohim 90 yuzlarga kiring. Ilohim dunyolar turguncha turing. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Ro'za-yu Ramazon oyi ham muborak bo'lsin. Ushbu oyda Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Tutayotgan ro'zalaringiz, bajarayotgan savobli amallaringizni Allohim dargohida qabul aylasin. Dunyodagi barcha ezgu tilaklar siz uchun deya tabriklarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga dil izhorlaringiz bo'lsa, yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Marhamat. Rahmat, xursand bo'ldim. Kim yo'llagan bo'lsa ham, minnatdor rahmat. Xursand bo'ldim, lekin kutmaganda. Rahmat, oilam, onajonim, xo'jayinim, yaqinlarim, opalarim hamma baxtim sog' bo'lsin. Kim jo'natgan bo'lsa ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling, inshaalloh aytganingiz kelsin. Sog' salomat bo'ling. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Hurmatli vaqtingizni ayamay biz bilan chiroyli suhbatlar uchun alohida rahmat kattakon. Sog' salomat bo'ling. Xo'p, rahmat qilgan, rahmat. Sog' bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling.